Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xo'p, hozir mana shu monstera gullarimiz Indamin sorti и Cebu Blue sortlari. Bularda gruntlari juda ham oz qolgan, tomirlari tuvelardan chiqib ketgan ekan. Bularda пересадкасini qilamiz. Hozir mana shu tuvelarni tayyorlab oldik. Tagiga keramzitimiz yo'q. Mana bunaqangi pokelardan solyapmiz. Endi buni hammasini emas, shunaqa maydalab tagiga poke solib turib ekamiz. Xo'p, gruntlarimiz ichida perliti bor, vermikuliti bor, chips bor и oddiy kokosviy torfimiz. Mana hammasini tayyor qilib oldik. Xudo xolasa hozir ekib chiroyli qilib qo'yamiz. Hozir ikkitasini пересадкасini qilib, mana oporalarga ilashtirib ekib oldik. Ikkitasini ekdik, hali ikkitasi yana turibdi. Xudo xolasa mana juda chiroyli chiqdi. Bularga mehr bilan hamma yo'g'ini joy-joyiga qilib ekib qo'ydik. Bitta aporamiz yaxshi tarafi bir-biriga ulanib ketaveradi. Gulingiz o'sgan sari apora yana ulanaveradi. Shunaqa holatda ekdik. Hozir buni H101 bilan sprey qilib olamiz. Juda ham chiroyli chiqdi. H101 dorimizdan, xo'p. Hozir 1 litrga 3 tomchi bo'lsa, hozir 2 litrimizga 6 tomchi. 4 5 6 tomchi mana.